Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatib boruvchilar, Kas Motors obunachilari va kuzatib boruvchilari. Mana bugun biz sizga Kamaz rusumidagi 6520 modeliga mansub avtosamosvalni obzorini qilib beramiz. Ushbu avtosamosvalimiz 100% gazda harakatlanadi. Shuningdek, ushbu balonlar o'ziga 750 litr gaz sig'imiga va hajmiga ega. Ushbu avtosamosvalimiz kuzov qismi 16 kubni tashkil qiladi va shuningdek 20 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Aynan shu texnikamizning ushbu resorlari yuk ko'tarish quvvatini yanada oshiradi. Aynan shu texnikamiz RGK S Euro 5 turkumiga mansub bo'lgan dvigatel bilan jihozlangan va 360 ot kuchiga ega. Ushbu texnikamizning kabina qismida 3 o'rindiq bilan jihozlangan, shuningdek qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida bitta yotoq joyiga ega. Qo'shimcha ravishda qulay rul, ko'rsatkichlar paneli va boshqa qulayliklarga ega. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling.